Xorazmdagi yagona va eng kattasi ochilyapti. Qarang, Xorazm. Voy, 16-oktyabrda ochilar ekan. Nima ochiladi? Siz imzoni gigant zavod endi Xorazmda. Xorazm va Qoraqalpog'istonga imzo akfa romlarini, oynalarini endi aynan shu yerda ishlab chiqarib berilar ekan. Hozirroq bu yangilikni hamma xorazmlik yaqinlarga, og'alarga tarqatib qo'ying. Ofislarga, boshqaruv xonalariga bitta-bitta kirib chiqyapman. Shunchaki yorvorishibdi. Eng qizig'i hammasi yangi narsalar. Bu ishlayotganlar maza qilib ishlashar ekan. Mana qarang, boshliq onasini xonada o'tirib, nazorat qilib turishar ekan bemalol. Zavodga kirdim, shu darajada katta. Toshkentda qanaqa ishlab chiqarilsa, bu yerda xuddi o'sha texnologiya. Endi Toshkentga borib o'tirish shart emas. Xorazm bilan Qoraqalpog'istonni imzo ehtiyojini bemalol mana shu zavod qondirib bera olar ekan. Ya'ni ishlab chiqarib, yetkazib bera olar ekan. Bu degani anchagina vaqtdan yutiladi. Uzoqdan Toshkentdan olib kelish shart emas endi. Qanchadan qancha odam ish bilan ta'minlanadi. Bilasiz, imzo zavodi boshqa sexlar uchun ham oynalarni, romlarni ishlab chiqarib tayyor qilib berishadi. Endi Xorazmning o'zida ishinglar hal bo'ladi.